Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun siz bilan Dedahi kitobining 15-bobini ko'rib chiqamiz. Buning sarlavhasi mahalliy xizmatchilar haqida, bunga yepiskop va diakonlar kiradi hamda masihiy tanbeh haqida. O'zlaringiz uchun Rabbimizning loyiq yepiskoplari va diakonlarini yoki yordamchilarini qo'l qo'yib tayinlanglar. Kamtarin, pulni sevmaydigan, haqqoniy va sinalgan erkaklarni tanlang. Chunki ular payg'ambar va muallim sifatida sizga xizmat qilishadi. Bu yerda 1-Timotiy 3-bobdan 3-4 oyatlar keltirilgan, shuni o'qib chiqamiz. U mayxo'r, jahldor, janjalkash emas, balki muloyim, pulparastlikdan yiroq, xonadonini yaxshi boshqaradigan, farzandlari unga bo'ysunib hurmat qiladigan bo'lsin, deb yozilgan. Yana davom qilamiz. Shuning uchun ulardan nafratlanmanglar, zero ular orangizda payg'ambar va havoriylar qatori hurmatga loyiq odamlardir. Xabarda yozilgani kabi bir-biringizni g'azab bilan emas, balki yuvoshlik bilan fosh qiling. Bitta Matto 18-bob 15-17 oyatlar keltirilgan. Keling shuni o'qib chiqamiz. Agar birodaringiz sizga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga boring, u bilan yakka holda gaplashib, aybini yuziga ayting. Agar u sizga quloq solsa, siz orangizdagi birodarlik rishtalarini tiklagan bo'lasiz. Agar sizga quloq solmasa, o'zingiz bilan yana bir yoki 2 kishini olib boring. Chunki har bir masala 2 yoki 3 guvohning so'zlari asosida ko'rib chiqiladi. Agar birodaringiz ularga ham quloq solmasa, iymonlilar jamoatiga ayting. Agar iymonlilar jamoatiga ham quloq solmasa, uni butparast yoki soliqchi deb hisoblab, u bilan aloqani uzing. Boshqaga nisbatan haqoratnomuz bo'lgan har qanday odam bilan hech kim gaplashmasin va u tavba qilmaguncha hech kim unga quloq solmasin. Duoyingiz yoki ibodatingiz va xayr sadaqangiz hamda barcha savob ishlaringizni Rabbimizning xushxabariga binoan ado qiling. Videoni mana shu yerda tugataman. Agar sizga video yoqmasa, like bosishni unutmang. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Bemalol savollaringiz bo'lsa, izohda yozib qoldirsangiz bo'ladi va shu videoni boshqalar bilan bo'lishsangiz ham bo'ladi. Hozir esa hammangizga Xudoning tinchligini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.